Assalomu alaykum do'stlar, ochilishimizga ham ozgina qoldi. Biz ungacha hammadan intervyu olib turamiz. Qani ketdik. Siz shopda ishlaysiz, a? Xo'p, ochilishda sizni taassurotlaringiz. Открытие проходит хорошо. До открытия осталось еще 20 минут, но уже клиентов полно. Им все нравится. Они рады, то, что в их районе открылся такой магазин. Говорят, что будут заходить еще. Ochilishga keldingizmi siz? Xafa ekan qizcha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ochilishdan taassurotlaringiz. Juda a'lo darajada, Xudo xolasa inshaalloh maqsadimiz klientlarni ham ko'nglini olib, xursand bo'lib ketsa bo'ldi. Taassurotlarimiz yaxshi, narxlari yaxshi, arzon. Mana birinchi kunda xarid qildim. Qizimga chiroyli, yaxshi. O'zingizga ham nimadir oldingiz? O'zimga endi olmoqchiman, aylanib yuribman. Hozir olaman. Qilib beramiz. Mana skidkada berishdi, chiroyli narsalar. Ko'rib turibsiz azizlar, klientlarimiz juda ham xursand. Sizlarni ham taklif qilamiz. 4-mikrorayon Eski Tanxon o'rniga ochilgan Infinity do'konining 3-filiali. Barchangizni kutamiz.